Chingiz Aytmatovning Oq kema qissasi insoniylik, bolalik orzularini va jamiyatdagi shafqatsizlik haqida chuqur ma'noli asarlardan biridir. Asar markazida qismi aytilmagan kichik bir bola turadi. U tog'lar orasida buvisi va buvasi mo'min chol bilan yashaydi. Bola juda xayolparast bo'lib, uzoqdagi oq kemani orzu qiladi. U o'zini baliqqa aylanib, o'sha kemaga borishni tasavvur qiladi. Bu mening haqiqiy hayotdagi yolg'izlik va mehrga chanqoqligidan dalolat beradi. Bolaning atrofdagi va kattalar, ayniqsa o'rasqul, qattiqqo'l, mehrsiz va shafqatsiz inson sifatida tasvirlanadi. Ular bolaning orzu va his-tuyg'ularini tushunmaydi. O'rasqul va boshqalar muqaddas hisoblangan maral bug'ini o'ldiradi. Bu voqea bolaning ichki dunyosini lahzaga soladi. Chunki u maralni ezgulik ramzi deb bilardi. Bola kattalarning shafqatsizligini tushunib yetadi va ularning dunyosidan ko'ngli soviydi. Shundan keyin bola o'z orzusiga, baliqqa aylanib oq kemaga yetib borish xayoliga beriladi. U daryoga borib o'zini suvga tashlaydi. Sen bu qo'shiqni eshitmading. Sen o'z ertagingdagi baliq kabi suzarding, butalog'im. Bilasanmi, sen hech qachon baliqqa aylanib qolmaysan va issiq ko'lgacha suzib borolmaysan. Oq kemani ham ko'rolmaysan va unga salom oq kema, bu men deb aytolmaysan. Sen oqib ketding. Endi shu ana aytishim kerakki, sening go'dak qalbing nimani noxush ko'rgan bo'lsa, hammasini rad etding. Mening ovunchim ham, quvonchim ham shunda edi. Sen bir chaqnab so'ngan yashin kabi hayot kechirding. Chaqmoqlarni samo chaqadi. Samo esa adabiydir. Mening ovunchim ham, quvonchim ham shunda edi. Insondagi go'daklik vijdoni xuddi urug'dagi ilk kurtakning o'zgasidir. Kurtaksiz urug' unib chiqmaydi. Biz olamga kelmasdan ilgariyoq toki tug'ilish va o'lish bor ekan, haqiqat tantanali qilib kelmoqda. Butalog'im, sen bilan vidolashar ekanman, sening so'zingni yana bir bor takrorlayman. Salom oq kema, bu men.